ko'p. Bu korobkada 50 ta shunaqa ampola joylashtirilgan. Xo'p, sizni sovuq kunlarda boshingiz og'rib, qanaqadir o'pka shamollab, yuqumli kasalliklar bilan bezovta bo'lasizmi yoki bo'lmasam boshingiz og'rib, juda ham o'zingizni kuchsiz, horg'in, holsiz his qilasizmi? Unda mana marhamat, Myonjaksi Gold deb nomlanuvchi qizil jenshandan tarkib topgan ajoyib ampula, ya'ni xuddi shu set naborda joylashtirilgan ampulalarimizni har bir mijozlarimizga aynan shu sovuq kunlarda ichishingizni tavsiya qilib qolamiz. Xo'p azizlar, asosiysi hali aytmadim. Asosiysi davleniyasi bor mijozlarimizga, yana undan tashqari sahr kasalliklari bor mijozlarimizga va undan tashqari onkologik kasalliklarga uchragan mijozlarimizga ham tavsiya qilib qolamiz. Chunki bu har bir yomon kasalliklarni oldini oluvchi asosan shifobaxsh jenshen hisoblanadi. Xo'p azizlar, men Amore Pacific kompaniyasida juda ham uzoq vaqt ichida ishlab kelib, har bir mana shu Koreyada, ya'ni Seul shahrida juda ham ko'p boshqa turdagi, boshqa brenddagi jenshenlarning tarkibini ham o'rganib chiqdim va hozirgacha o'rganib kelmoqdaman. Chunki biron bir jenshen tarkibida onkologik kasalliklarga qarshi foydasi yozilmaganda, imенно mana shu Myonjaksi Gold, ya'ni qizil jenshendan tarkib topgan shu ampulalarda aynan onkologiya kasalliklariga, ya'ni onkologik заболеванияsi bor odamlarda test qilib ishlatib ko'rsatilgan va mana qaranglar, bemalol o'qib ko'rishinglar mumkin. Koreys tilida yozilgan, juda ham kuchli vitaminlardan tarkib topgan bo'lib, inson organizmi uchun juda ham katta effektga ega va har bir mijozlarimizga qo'rqmasdan bemalol tavsiya qilib qolamiz.